Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan 18-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanayotgan bolalarning ota-onalarini bildirishicha, bog'chadagi guruh xonalarda havo harorati 12-16 darajadan oshmayotgani, aslida esa me'yorga ko'ra xonalardagi harorat 20-25 darajada bo'lishi lozim. Shu masala yuzasidan ota-onalar tomonidan tuman hokimligi va tegishli idoralarga bir necha bor murojaat qilingan bo'lsa-da, bugunga qadar muammo o'z yechimini topmagan. Biz ushbu holatni o'rganish maqsadida Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida joylashgan 18-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga tashrif buyurdik. Qishning ayni sovuq kunlarida mazkur bog'chada isitish tizimi yetarli darajada ishlamayapti. Holat yuzasidan bog'cha mas'uli bilan suhbatlashdik. Isitish tizimimiz Yaxshimi? Talabga javob beradimi? yo'q. Qanchadan bo'ldi shunaqa holat? 1 oy bo'ldimi, 2 oy bo'ldimi? Qancha qish boshidan bo'ldi demak, a? Hokimiyatga yana qayergadir aytdinglarmi? Oyimiz hamma joyga murojaat qilganlar. Nima Hal qilib deyishgan? beramiz deyishadi. Ishchi guruh kelib o'rgandimi? Arizalardan keyin O'rganishdi. nima natija bo'ldi? Sizga bitta oxirgi savolimda, farzandingizni shunaqa sovuq joyga berasizmi, yo'qmi? Ota-onalarning ta'kidlashicha, ushbu muammo o'tgan qish mavsumida ham kuzatilgan va mas'ul idoralarga bir necha bor murojaat qilingan bo'lsa-da, ijobiy natija bo'lmagan. O'g'lim Saydullayev Habibullo shahida yuradilar. Pashta 1 yildan beri. O'tgan yil mashg'ulot bo'lgani tufayli qish bo'yi bog'chaga jo'natmadim, ariza qilib qo'ydim. Bu yil endi qishda ilojim yo'q, mana olib kelyapman, ishga boraman. Umuman isitish tizimi bor, hamma narsa bor, ataplinalar bor, lekin isimayapti. Bu yerda o'rgangani kelishdi. Kelib haqiqatan ham sovuq. Hokimiyatdan kelib beramiz. 1 hafta 10 kun ichida, uzoq 10 kun men sizga va'da beraman dedi. Ash hokimiyatdagi Parpiyev degan odam. 10-dekabrda yozganman. Ijrosi mana 25 ga keldi shekilli. Ijro 15 kunda keldi-da, kelib qo'limga keldi, hal qilindi deb keldi. Yo'q, mana ko'rib turibsizlar, hech qanaqa bo'lmadi. Bolani havo, mana harorati bilan isiyapti-da, bolani harorati bilan. Hammasi dumaloqcha tashlaydi, gruppa bor, bolaning gruppasi. Tashlaydi, yutalyapti, aksiriyapti, yutalyapti. O'zi yaqinda 1 million pul sarfladim, ishonsangizda, yangi yildan oldin. Yutaldan qisib boryapti-da. Isitish tizimiga mas'ul bo'lgan davlat xususiy sheriklik asosida faoliyat yuritayotgan Aqtash Yangi zamon mas'uliyat cheklangan jamiyati rahbariyati ham ushbu vaziyatga o'z munosabatini bildirdi. Qozonlarda kamchilik bor, hozir bitta qo'shimcha qozon qo'yishimiz kerak. Harakat qildik, eski boshqa ta'mirtalab qozon ta'mirlab qo'shimcha qo'yib turibmiz hozirgacha. Endi hozir yangi qo'yib berishimiz kerak. Shu mablag' masalasida muammoyimiz bor edi. Moliya hozir pul ajratilganligi haqida bizga xabar berishdi. 1-2 kun ichida hal qilamiz deyishyapti. Shu 4 kun 5 kun ichida qozonni almashtirib, pul hal bo'lsa, isitishni joyiga qo'yamiz. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun yetarli mablag'lar qachon ajratiladi? Shu savol yuzasidan tuman moliya bo'limidan ham izoh oldik. Ertaga mablag'ni to'liq moliyalashtirib yuboramiz. Xudo xolasa 2 kun ichida basallab axborotini beramiz biz sizlarga isitib. 5-4 kundan hozir hisob-kitob qilyapmiz ekonomistlar bilan. Polni eshik derazasini polni yangilab beramiz. Qachonga? 1 hafta xudo xolasa savdoga qo'ydirib yuboramiz hammasini. Umid qilamizki, tumandagi tegishli tashkilotlar mazkur masalani zudlik bilan o'z nazoratiga oladi va bog'chada normal isitish tizimi tiklanadi. Azim Madaminov, Islomjon Shermamatov, Vaqt informatsion dasturi uchun Namangan.